payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan davrdosh bo'lgan u zot sharifning o'zlaridan tahsil olgan ashobi kirom mo'minlarga ommatan xitob qilmish. Bugun payg'ambar alayhisalomning hadis shariflarida farishtalar ham undan hayo qilishgan Usmon ibn Affonning o'gitlaridan bahra olaylik. Badr ibn Usmon radhiyallohu anhu amakilaridan rivoyat qiladi. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu xalifa etib saylangach masjidga chiqdi. Nihoyatda xafahol va yuzlari so'lg'in edi. Payg'ambar alayhisalomning minbarlariga chiqib Allohga hamd, payg'ambarimizga salovat aytgach shunday dedi: siz o'tkinchi bir hayot uyidasiz va umringizning qolgan qismi ham o'tishini kutmoqdasiz. Shu holda hanuz o'lim kelmay turib ishlarning eng afzalini qilib olishga shoshiling. Bir qarabsizki, kutilmagan bir soatda ushlanib qolasiz. Unutmangki, bu dunyo yolg'on va Alloh ustiga bino bo'lgan. Alloh taolo Luqmon surasining 33-oyatida mazmunan shunday deydi: bas sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin va sizlarni aldamchi shayton Alloh kechiraveradi degan aldov bilan aldab qo'ymasin. Sizdan avval o'tgan kimsalarning holidan ibrat oling, so'ng sa'i harakat qiling va g'aflatda qolmang. Zero siz g'aflatga tushib qolsangiz hamki, ishlaringizni hisob-kitob qilishda sira g'aflatga tushilmaydi. Dunyoda ekinlar ekib o'rgan, baland koshonalar qurgan va uzoq vaqt zavq va safo surgan dunyoning o'g'illari, birodarlari bugun qayerda? Dunyo ularni yutib yubormadimi? Jalil Alloh dunyoga naqadar ahamiyat bermaganidek, siz ham shunday unga berilmang. Oxirat uchun harakat qiling. Alloh subhanahu va taolo dunyo hayoti haqida shunday tamsil qilgan: ey Muhammad, odamlarga dunyo hayoti misolini keltiring. U xuddi suv kabidirki, biz uni osmondan yog'dirgach, bahorda u sababli yer o'simliklari bir-biriga aralashib, qalinlashib ketur, so'ngra kuzda shamollar uchirib ketadigan xashakka aylanib qolur. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ning xutbalarini eshitdingiz. Islom tarixida eng buyuk xutba ham aynan Usmon ibn Affonga tegishli ekanini ko'pchilik biladi. U shunday xutbaki, qalblarni larzaga keltirib yuboradi. Hazrati Usmon bir kuni xutbaga chiqib gapira olmay faqat yig'layveradilar. Bu yig'ining ma'nosini juda yaxshi tushunib turgan ummat ham xalifaning ortidan yig'layverishadi. Keyinchalik ana shu xutbada qatnashganlar Usmonning xutbasidan ko'ra ta'sirliroq xutbani eshitmadik deyishgan. Vaholanki Amirul Mo'minin bir og'iz ham gapirmagan, faqat yig'lagan.